Xo'sh, akalar, mana video roligimizni boshlab oldik. Do'stlar, video juda qiziq ketish uchun hozircha qaq ketyapti bular, bilmayapman. Sal lagat. Okay. Yo, what the heck, nima bu? Akalar, bu bugmi yoki nima bu? Nimaga unday bo'lyapti? Bu bug emas, akalar, bu. Okay. Do'stlar, hozir inverter bilan pastdagi sal ko'rinmay qoladi. Shunaqa bo'ladi. Agar F11 ni bossam. Nima bu bunaqa lagat qo'yapti? Yoki o'zi shunaqamikin? Mana ekan-ku. Loymiz. Xo'sh. Bundan parablok qilsa yaxshiroqmikin? Do'stlar, buni qo'yib olamiz. Buni bunaqa qilmaymiz. Buni bunaqa qilib qo'ysak. Yo'q. Normalroq olsak. To'g'ri, klaviaturalar mishkalar ovozi eshitiladi sizlarga. Mexanический nima qilamiz endi? Chidab turamiz. Mexanический ko'k switchli-da o'shanga akalar. Ovoz juda baland chiqadi. Okay. Menga bitta yaxshi tomoni bor ekan, ko'rsatib turar ekan. Qaysiligini shuncha narsa yasabman, bitta instrument yasab. Bu harom. Keyin Rozoylar bilan sizlar tabriklayman do'stlar. Agar qizlar bo'lsa 8-mart bilan tabriklayman. Xo'sh, endi bizga bitta textura pack ishlayapti. Textura pack bor endi to'g'ri tushunasizlar. Hop. Buni tez qo'lab olamiz. Qo'lab bosish kerak xolos. Main qilish kerak. Save your chest tushdi bizga. Nima bu bunaqa o'rgana olmayapman juda. Yoki anaqa qo'yganimgami tekstura oddiy bunaqa olmalarnimi adashmasam instrumentlarim o'zgartirib turardi. Lekin bu ana tushib ketaman-ku hozir. Tushirib yuboryapti bular. Hop, sandiqqa narsalarni qo'yib qo'yish kerak. Mabodo tushib ketib qolsam hamma narsaga uxlayman. O'shanga bosaveramiz. Hop, suv. Yaxshi akalar, suv. Keyin ko'p odamlar bilan video olayman, ko'p kishi bo'lib. One blockmi yoki Bedwarsmi? Nima karta o'ynaydi kerak? Lucky blockmi ko'pchilik bilan harakat qilamiz. Kim topilsa o'sha yaxshi. Bu yaxshi albatta. Ana upgrade bo'pti do'stlar. Upgrade. Shungacha buni qo'shib turaman. Nima bo'ldi endi? Aniq emas. Buni olaman. Tushib ketish shunaqa g'alati. Hop, bu bo'lsa menga hozir ozgincha daraxt va blok kerak. Yaxshi, blok. Hop, yarimtali blok, o'zbekcha gapiramiz. Yarimtali bu bloklar bilan nima qilsa bo'ladi? Bunaqa va bunaqa. Va bo'ldi. Faqat
Bo'ldi chiqib ham bo'lmaydi, ana qilib ham bo'lmaydi. Nima deydi? Moblar chiqib ketolmaydi. Masalan, creeper kelib qolsa qochish problemachi bo'ladi-da, aka. Bu Minecraftda anaqilar. Eng qizig'i nima biomga o'tibmiz, shuni men bilolmadim. Series grow here xullas yozmagan. Biomligini yozmagan. Video zerikali bo'lib qolmayaptimi? Qotmay video ketyapti. Muhim ketyapti. Ovozdan problema bo'lmasa kerak. Aha, tushundim. Anaqa-yu, jungli. Adashmasam. To'g'rimi? To'g'rimi deyapman-ku. Ha, mana daraxtlar beryozam nima tushunib bo'lmayapti. Tushunarsiz one block. Cho'chqa harom. Ustidagi qaq ketib qoldi. Qaq ketdi bu. Nima bu bo'lmayapti? Nima u? Bunaqa bo'lmashi kerak-ku. Xullas, o'xshamaganmi? Bilmayman. Qolganlar o'xshagandi. Cho'ta o'xshamayapti, do'stlar. Ben buni anaqa qilgunimcha sizlar nima qilsa bo'ladi endi? Do'stlar, zerikali bo'lib qolyaptimi video? Zerikali bo'lib qolmayaptimi? Zerikali bo'lib qolmasa yaxshi. Agar zerikali bo'layotgan bo'lsa, bu yomon. Joy ko'tartiraman. Hammasini olarsam 26 ta bo'lar ekan. Bu narsalarimni sandiqqa solib qo'yaman. Xo'sh. Faqat qurish bilan shug'ullanaman ozgincha. Birozgina quramiz endi akalar. Okey. Palakat. Mayli. Hech qisi yo'q. Buni ham sal kattalashtiramiz. Mabodo moblar chiqib qolsa sunduqimni boshqa joyga olib o'tishim kerak. Mabodo creeper chiqib qolsa birinchi sunduq yaqin joyda bo'lmasligi kerak. Qo'sh chiqmadi. Tunni qanday o'tkazib olarman? Sunduqimni birozgina siljitishim kerak. Buning uchun menga birozgina taxta kerak bo'ldi. Birozgina. Ana buni bundoq qilamiz. Bundoq qilib turib yasaveramiz. To'xtaylar, bu paketni qo'yib qo'ymasak bo'lmaydi. Xo'sh akalar, buni tez qurib tashlayman. Xo'p. Qismli one block bo'ladi. Nechta qism bo'lishi aniq emas. Qismli bo'lishi aniq. Ana nechta qism bo'lishini bilmayman. Ko'ramiz-da. Qachonman. Endi sizlarning aktivlarga qarab, prosmotrlarga qarab buni bilib olaman. Video muhimi yozilyapti. Eng muhimi shu. Agar video yozilmasa loy bo'ladi, balchiq bo'ladi. Ana. Iltimosdan bu yoqqa o'tib tur. Bu yoqqa o't mol. Molmisan? Haqiqatda mol bu. O't. Ana akalar. Mol. Mol bo'lmay ketdi. G'alati akalar. Molga mol deyish. Qaranglar-da. Mol bilan bunday gaplashib turibsizlar-da. Molmisan? Beparasat desanglar. Zo'r bo'ladi. Ishida yurishib ketadi, aytib qo'y. Qirishda esa boribman, endi anaqanga yetmayapti-ku. Uni qanday yasaydi? Qanaqa yasar edi? Savolni. Mana. 3 ta. Bang 9 ta. 9 ta bilan nima qilsa bo'ladi? 9 ta bilan buni molni hisobi yashil tursa bo'lmaydi ekan.
Bo'lmasa ekan baribir. Yur, mol. Sigir. Mol emas, bu sigir bu. Yo'qal. Kir o'sha yoqqa. Bo'ldi, bu yerda chiqa olmaysan. Mol bachcha. Bechara molni ham qamab qo'ydik. Voxshiymiz-da, voxshiy. Yaxshi moble chiqmayapti. Xursandman. Tarvuz. Yo'q, men qaysi biyomdaligim qiziqda menga. Tarvuzda chiqyapti. Qo'l qolay. Sos. Sandiqda. Qiziqarli biror narsa yo'q sizda. Xo'sh, nima bo'lsa ham ko'ramiz. Inventorim sal to'lgan bo'lsa ham. Men anaqa qilmoqchi edim. Hozir bitta narsa qilaman. Hozir tushib ketib qolmay falakatga o'xshab. Falakat bo'lmasin, narsalar qo'yib turay. Bundoq yorvordim men. Bundoq qilaman. Bo'ldi, yetadi ancha. Endi buni qilamiz. Xo'sh, akalar. Okey va butga o'xshab zo'rg'alab qurdim. Shunlarni qurdim. Endi nima qilaman? Minecraft'ni o'ynash bilaman deb. Bo'ldi. Voy, palaka qiyshiq. Agar bo'lmaysa shunaqa qiyshiqman. Ikkita ekan-ku. Alloh. Sen o'sib tur. Senga bunaqa va palet. Akordinam yoraman desam ishonmaysizlar. Yoraman akalar, yorib tashlayman, yorisham. Gapi zo'raman vashi. Qo'ysan sen. Qo'yligim bilarmidi? Qo'y bachcha. Appalaringni tushib ketdim-ku. Mayli akalar, tushib ketdim. Shuncha narsa yo'q. Iya. Sana tushib ketdim, shuni bilasanmi? O't bu yoqqa. Joy kattaroq qilsak o'laman. Menga lapatka berdi tushib ketganimga yana. Yaxshi-ku. Mana yaxshi bir tomonda yomon tomoni endi narsalarim yo'q. O'g'illar tushib ketsam bo'lar ekan akalar. Lapatkali bo'lardimi? Ayo bo'ldi narsalar esa. Hash qo'yni ostidan tushib ketdim. Itarma meni, yomon itarar ekan u. Ilg'a to'rar ekan-da akalar. Bo'lmabdi-da, odammas ekan. Hop. Narsalar qaytib oldim. Qo'yjon. Sirpan. Xo'sh do'stlar, bugungi maqsad nima edi o'zi? Maqsad yo'q edi. Просто videoni yoqdim, ancha bo'lib ketibdi. Ancha emas, video qo'yib yarimga. Video bo'lib tursin deb video qo'ydim. Xo'sh do'stlar, tezlik bilan nima qilaysizlar? Mana eshak emas-da, mana qo'y. Mana hozir tushiryordi. Voy, buni itarsanglar qaytib orqaga qochadi. Qaytib o'zinglar orqaga itarar ekan bu. Qandaysiga? Buni sakramaydi. Unda bana qo'yamiz. Kel bu yoqqa. Borma, kel bu yoqqa.
Bu bilan nima bilan chaqirsam bo'ladi? Qochib tur, ko'lab olay. O'zim ko'raman-da, o'sha qo'l nimadir bilan ko'lasa g'ashim kelib ketadi negadir. Qo'yalar ko'raman. Qo'l bilan emas, qo'l nom bilanmi? Bu g'ashim kelib ketadi. O'shanga o'zim bilan ko'lamayman. Men ichimdan katta ekran chalib ketar qoldim. Xo'sh do'stlar, uy qurishim kerak tezroq. Endi van blokda bu tushishga harom. Van blokda uy qurishda har xil bloklar bilan quriladi. Chunki bu yerda bir xil blok chiqmaydi. Bir xil blok chiqmaydi umuman. Qo'y, o'ziga joy topibdi. Okey. Xo'sh, tez uy qurishim kerak men. Shularni-chi o'zing ham o't baqa. Xo'sh, ana endi menga qulay. Faqat lapatka ishlatilyapti. Lapatka topib bo'ldi. Hozir kirkaga ana mol ikkita mol prям. Mol. Chiq alabuchi. Chiq. O'rtoqchangni oldi bormaysanmi? Bor o'rtog'ing. Bor. Ishqi bu ish ko'rib yutib ban bermasa bo'ldi. Xo'sh. Tezroq uy qurishga taxta kerak menga. Taxta uchun o'sish kerak. O'sish uchun skelet kerak. Skelet uchun yangi zonaga o'tish kerak. One block. Ana 3 ta bo'ldi mollar. Mol bo'ldi. Voy, mol itar. Agar sana uchoq kirmasang, sen ham qo'lingga maymunlar yig'laydi. Kir. Ulvar. Mayli kirib qo'yapti. Ana kirka boshiga yetdi mana qamni nima deydi uni? Nimadir deydi akalar. Xo'sh, uyni qurib tashlashni boshladik unda. Uyni qurib olishimiz uchun bizga nima kerak bo'ladi? Loy bilan daraxt kerak bo'ladi-da. To'g'ri eshitdinglar, loy va daraxt. Nima ishda sekin. Mana itarib yuboradi-da, shunday qo'yqonman. O'sha uchun bitta taporchi olaman. Bitta taporchi bo'limni olaman-da ketdim. Tez uyimni qurib tashlayman. Kichkinagina bo'lsa ham uy qurish kerak. Uy quramiz. Keyin sразу ikkinchi qismini olaman yoki 5 ta like yig'ilishini kutaman-da, keyin chiqaraman. Xo'sh. Bu videoning davomi 5 ta likedan keyin chiqadi. Qaranglar, qanday nas bo'lish kerak, bitta yetmasligi uchun. Bitta jalkami? Bitta ulvoringlar. Loy qilib turamiz endi. Nima bo'libdi? Loy zo'r narsa. Van blokda zo'r narsa albatta. Loydan buni ferma qurolsam sel yo'q. Uyim shunaqa balchiqdan. Endi hamma bor blokdan quriladi. 6 ta 1 2 1 yo'q, yetmaydi-ku. Bu yetmasa nima qilish kerak? Nima qilish kerak? Ko'rish kerak, nima qilamiz? Qo'lda ko'ramiz endi. Aha. Ana, xolos. Pishdi gilos. Do'stlar, buncha bu bo'lar ekansan-ku, 10 ta bo'libdi. Normal lekin 1 2
3, 4, 5, 6, 8. Bularga bir qavatdan ko'rasizlar taktikani. So'tga narsa o'ylab qo'ydim. Xo'sh. Voy, nimani qilib kelishaman, dilim bo'lib ketdi. Qochi bu sani uying emas, meniki, xo'pmi? O'ldirmasimdan qoch bu yerdan. Xo'pmi? Indamasa bo'la itar. Mazami? Mamarayim. Qoch. Oppodo deyni uy emas bu. Qoch. Sanchi, sen yerimni qo'yadi sen. Yo'q al. Ana chiqolmayapsanmi? Botvacha. Ko'rding? Botsan desam ishonmaysan. Botsan. Osh. Yan bitib qoldi. Da, bitti. Deyarli bitta tomchi qoldi. Bu molxona bo'lib qoldi-ku, uy emas desanglar. Endi mollarga farqi yo'q. Bu meni uyim. Hali daraxt topsam, hali buni molxona qilib qo'yaman. Hozircha esa bu meni uyim bo'ladi. Xo'sh akalar, mana cringe uyimizni ham bitti. Uyimdan sirpaninglar. Loydan bo'lsin, bitta eshik bo'lsin. Mazza qilib bor o'yna daryoda. Senga alohida gap kerak. Do'konlaring. Xo'sh, endi bunaqa chiroyli eshiklardan qo'yib qo'yamiz. Yo'qolibdan. Negerlar. Xo'sh, akalar, mana chiroyli. Nima bo'ladi? Chiroylidan. Xo'sh, akalar, mana chiroyli bo'lgan mol, uyimizni qurib bo'ldik, akalar. Xo'sh, bugungi video bunday bo'lsa, uy qurish bo'lib qolaversin. Shunda video yoqqan bo'lsa, like bosib, podpiska bosib qo'yinglar. Shunda video tugadi.